Sirdaryolik klientlar moshga kelishgan. Jarayon. Kartami? Hammasi qizilni olib chiqardim. Biyasin quchkada. O'tib qo'yib, keyin o'tgandan keyin u alohida. Yo'q. Ha, u mana ko'ribdi. Sumkutda zo'r bu xaridni ishlatib dorimizda. Unga bunday serkada sochli dorini aralashtirmasa ko'maydi, doridan bersangiz. Ya u aralashmay qoladi. Aralashmada suvni ko'p litr suvni quyib yuborish kerak-da uni. Xonasiga olib olish kerak. Bo'lmasa dorini o'zini quysak, nima bo'lib qoladi? U o'zi apparatda suv bilan aralashtirgan bo'ladi. Mana u Suv alohida deyaptilar, o'zingiz aralashtirib uvitasiz deyaptilar. To'patdan. 3 ta kapsulani 1,5 litr bakalashkaga tayyorlaysizlar. 3 ta 1,5 litr. flakoni bor. Ha, 3 ampulada dorisi bor. 3 ampuladagi dorini 1,5 litrdan 4,5 litr suvga aralashtiriladi. Alohida yirtib olinadi. Keyin o'z salafon qopiga urug'ni og'darib turib, o'sha 4,5 litr suvni quyasizda, bitta chepalashtirib tashlab 20 minut tindirasiz. 20 minutdan keyin palatkaga shuni yoyib turib, qurimasdan sal suv oqib ketsa bo'ladi, ekvorlaveradi. O'sha silka yopishmaydigan holatda suv sepilsa bo'ldi. Bittalariga 85 kilo, bittalariga. Aka qancha olyaptilar bular? 250 kilo olishyapti. Başka ikkalasining shuni chortirisi. 35 kilo bo'lib yubordim-da ikkalasiga. 85 kilomidi? Yana bir qop tashlab ber. Yana bitta qopmi? Ha. Ularni sog'liqni kelgan. Kecha chiqardim. 150 ga benzinni tashladim bunda. Aha.